Bu darsimizda dizayn menlar qatori bilan ishlab ko'ramiz. Sahifalarga ko'rinish berish yoki bo'lmasam hujjatimizga ramkalar berishni ko'rib chiqamiz. Dasturga kiramiz. Dizayn bo'limiga o'tamiz. Dizayn bo'limida nimalar bor? Tema. Bu narsa mana shu sahifamizga biron bir temani berish bu. Asosan shrift ishlatiladi. Bu bizga kerak emas. Shrift ranglari biz asosan men glavniydan o'zimizga moslab olamiz biron bir shriftni. Hozir yozaylik. Mana biz yozganmiz. Endi dizaynga o'tamizda mana shuni belgilab bironta tema beramiz. Mana shunaqa holatlarga o'zi o'tkazib beradi avtomatik. Bu glavniyda ham bor edi, maytda ham bor. Yoki maytdan o'zimiz moslab olsak bo'ladi bularni. Endi mana shu yerda podloshkani o'rganib ketamiz. Agar ko'rgan bo'lsangiz kimdirlar ham test tuzadi. Test tuzib orqasiga o'zini ismini yozib qo'yadi yoki bo'lmasa boshqacha narsalarni yozib qo'yadi. Buni qanday qilamiz? Mana shu dizayn bo'limiga kirganimizda podloshka degan joy bor, o'shanga kiramiz. Mana obrazец deb qo'ygan, bironta o'zimizga ma'qul kelganini tanlaymiz. Tanladik. Mana shu qo'yiladi. Endi buni nomini biz o'zgartirishimiz kerak, o'zimizga mos qilishimiz kerak. Podloshkaga kiramiz. Nastroyetga kiramiz, ya'ni nastroyka qilishga kiramiz. Maytda qaranglar, nima qilsak bo'ladi? Rasm qo'ysak bo'ladi orqasiga, tekst qo'ysak bo'ladi. Mana obrazецda o'zimizga mos bironta so'z yozamiz. Yozdik. Shrift ko'rinishini o'zimizga moslab olamiz. Times qilib olamiz. Razmerni xohlaganday qo'ysak ham bo'ladi. Va avto tursa mana shunday ko'rsatib beradi. Boshqacha qilsangiz bu kichikroq yoki bo'lmasam kattaroq bo'ladi. Endi qaranglar, svet. Mana xohlagan ranglaringizni qo'yib, shunga bir marta bossalaring, mana shunaqa yozuv chiqadi. Yoki bo'lmasa boshqa rangni qo'ysalaring bo'ladi bunga mana. Bo'ldi. Xuddi shunday qo'yib olasizlar. Svet granitsa bu sahifamizning rangi. Sahifaga turli xil ranglar bersa ham bo'ladi, mana shunday qilib o'zlaringizga yoqqan ranglarni berib olasizlar. Mana shunga ramka qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni hujjatimizga ramka qanday qo'yamiz? O'shani o'rganamiz. Birinchi buni Times qilib to'g'ri olamiz. Buni 14 qilib olamiz. Shriftimiz 14. O'zi standart 14 shrift ishlatiladi. Endi dizaynga o'tamiz. Granitsa sensiga o'tamiz. Mana yerda qaranglar, ramka degan joyimiz bor. Ramkani tanlaymizda biz o'zimizga ma'qul kelgan ramkani tanlaymiz mana. Ko'rgan bo'lsalaring, ramkamizni okey qilsak bu mana shunday ramka paydo bo'ldi. Endi biz bu ramkamizni sozlasak bo'ladi. Qanday qilib sozlaymiz? Ranglarni o'zgartirsak bo'ladi yoki qalinliklarni o'zgartirsak bo'ladi yoki ramkaning o'rniga rasm qo'ysak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Mana shu yerda rang degan joyimiz bor. Bu avtoturibda bunga qizil qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa boshqa ranglar qo'ysak bo'ladi. Mana bir marta ko'rsatib beraman. Yana kiramizda buni qalinligini o'zgartiramiz mana. Bu qalinroq bo'ldi. Endi buni sal ingichkaroq qilamiz mana. Bu ingichkaroq bo'ldi. Mana shuni ham o'zgartirib olasizlar. Keyin mayta risyumka degan joyda o'zlaringizga mos bironta risyumkani tanlab okey qilsalaring xuddi shuni qo'yib beradi. Shunday qilsizlar ham hujjatlaringga ramka qo'yishni o'rgansalaring bo'ladi yoki bo'lmasa podloshka qo'yishni o'rgansalaring bo'ladi yoki bo'lmasa sahifalarga turli xil ranglar berishni o'rgansalaring bo'ladi. Mana shunday qilib mana